Salom. Bitta o'yinchi yuklayolmagan ekan. U noto'g'ri qilgan ekan. Mana bu sizga bu ilovani yuklashni o'rgataman. Sizga birinchi kerak bo'ladi Google. Google kirasiz. Kirganingizdan keyin qidiruvga bosasiz. Qidiruvga bosgandan keyin Happy Mod deb yozasiz. Happy Mod deb yozasiz. Happy Mod'ni olib chiqadi. Ana Happy Mod'ni mana qidish bor. Ana Happy Mod yuklash. Avvalo o'zingizni sketch qilib olayotgan joyi bu. Happy Mod'dan boshqa ilovalarni yozsangiz, sizga xohlagan ilovani modli qilib, pullaringizni cheksiz qilib, hamma narsaga ishlaydi. Buni qidishni bosasiz. Happy Modga bosasiz bir marta. Happy Modga chiqqandan keyin o'zingiz ismingizni yozasiz. Parol desa yo'q degan joylarni bosasiz. Bosganingdan keyin Happy Mod sizga bu internetda bu ko'p vaqt oladi, lekin bu Wi-Fi'da juda ham tez ishladi. Birinchidan, bu ilova Minecraftni pulini ko'paytirib bermaydi, lekin Minecraftni modli qilish mumkin.